Bismillah, alhamdulillah. Allohum parvardigori avvalo o'qigan juma namozimizni qabul qilgin, kamchiliklarini, xatolarni kechirgin, qiyomat yuzimizga qaytarib urmagin, gunohlarimizni kechirgin, ota-onalarimizni gunohlarini kechirgin, o'tganlarni rahmatingga olgin, hayotinglarni salomat qilgin, oramizda, oilamizda kasallar bo'lsa shifo bergin, qarzi borlarga yordam bergin, ish yurmayotganlarning ishlariga barakotlar bergin, dehqonchilarga barakotlar bergin, balo ofatdan o'zing asragin, farzand talablariga solih o'g'il, soliha qizlarni bergin ilohim. Senga tavba qilganmiz, yana tavba qilamiz, tavbalarimizni qabul qilgin. O'zingdan suv so'rab, yomg'ir so'rab o'qigan namoz va duolarimizni qabul qilgin. Gunohlarimiz sababli duolarimizni qaytarmagin.